har xil bir insonlar borda, bir ko'pchilik insonlar, bir yaxshi bir oddiy insonlar o'zi bir mustaqil bir fikr yuritib, bir tahlil qilib ko'rmaydida, kimnidir bir aytgan bir fikrini o'ziga bir singdirib oladida, fikr yuritadi. Bir mijozlarimni hurmat qilaman. Shunaqa fikr bildirish baribir yaxshi emas. Bir chopper olib keldida, stobi buzilib qolib ko'rib bering dedi, qarasam ishlayapti ekan. Keyin uydagi ayollar berib yubordi buni. Shuning uchun aytardi, stobi mana shu ayollarni tovuqmi befarasat aqli kalta deb. Mana shunaqa fikr bildirish yaxshi emas. O'zi aslida shu gapi bilan butun bir o'zini, onasini, singlisi, opasi, qizini, yaqinlarini bir haqorat qilganini his qilmayapti. Shu bilan birga butun bir insoniyatni, ayollarni hammasini haqorat qilyapti. O'zini mustaqil fikri bo'lmaganligi uchun. Aslida erkaklar ham, misol erkaklarda ham bir 20-30 yillab uy ro'zg'or ishlari bilan band qilib qo'yadigan bo'lsa, xuddi shunday uquvsizib qoladi. Chunki ko'cha hayoti insonni bir tajribali qilib rivojlantiradi. Har xil bir zavodlarda yoki har xil bir hunarlarni egallab ko'chada bir ko'proq yurgan inson mana shunaqa shakllanib, rivojlanib tajribali bo'ladi. Farqi uquvsizligida. Hech qanaqa bir aqli kalta bir tovuqmiya bo'lmaydi. Bu insoniyatni hammasining aqliy salohiyati bir xil bo'ladi. Faqat hayotiy tajriba ko'p kamligida. Shuning uchun mana shunaqa fikr bildirmay, keyinroq bir fikrlab, o'ylab ko'rish kerak.